Assalomu alaykum rahmatulloh azizlar, aziz dindoshlar, sihat salomatlikda, omonlikda bormisiz? Aziz obunachilar, hozir bitta tayyor bitta hovlimizga keldik. Obzorni sizlar bilan baham ko'ramiz. Anchadan beri to'g'risi gap video qilmaganimizga tilam qovushmayapti. Aziz obunachilar, hovlimizni tayyor bitirib yashashga tayyor qilib remontlarni qilib qo'yilgan. Hovlimiz 6 sotix, 20 ga 30. Xo'p. Kelib tayyor yashasa bo'ladi, hech qanaqa remont ishlarini qilib o'tirmaysiz. Hovuzlari bor. Fasatimiz, огородlarni ham tayyor qilib ajratib qo'yilgan. Xo'p, aziz obunachilar, kadr kattaroq qilib olamiz. Mana uyimizning polni ko'rinishi. Xonalari bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Narxini ham video davomida aytib o'tamiz. Zinalari ham tayyor. Juda chiroyli chiqibdi. Xo'p. Nirjavekadan qilingan zinalari. Aziz obunachilar, hozir bir chekkadan ko'rsatib o'tamiz. Manzilimiz Namangan shahar Bunyodkor mahallasi, 3-bahor ko'cha. Adashmagan bo'lsam, hozir yana aniqni so'rab olamiz. Aziz obunachilar, to'ratxonasi. Ichlargacha polni remont qilib qo'yilgan, patologiyalar bitgan. Dimoxodlarni ham o'rnatib ketishibdi. Aytyapman, qaytib bir remont qilish hojati yo'q. Xo'p, oshxonamiz. Isitish tizimlari polni uyga mo'ljallab qo'yib ketilgan. Xo'p, aboylari bo'lgan tayyor. Oshxonamiz kengligi 3 metrga 3,5 metr ekan. Tayyor holatda. Mebellarni qilib ishlatsa bo'ladi. Kelishib qolinsa mebellargacha qilib berilaveradi. Bu yerda katolni qo'yib qishga tayyor qilib beriladi, xudo xolasa. Aziz obunachilar, hovlini tayyor stashkalargacha bitirib qo'yishibdi. Hovuzimiz bor. Taxminan 10-12 tonnalik. Xo'p, ikkinchi xonamiz, aziz obunachilar, aboylari tayyor. Xo'p, svetlari ishlab turibdi. Bu xonamizni kengligi taxminan aniq bilmadim, ama so'rab beramiz. 4 metrga 3,5 metr ekan. Tayyor holatda. Akfalarini ham aziz obunachilar aytib o'tamiz. Zakazga qildirilgan, bozorniki emas. Juda chiroyli qilib o'rnatib qo'yishibdi. Fasad qismimiz traventin bo'lgan. Yangi bo'ldi aziz obunachilar. Taxminan bir hafta bo'lib bo'lmadi. Patologiyalar bitgan. Xo'p, 3-xonamizga kiradigan bo'lsak, 3-xonamiz 5 metrga 3,5 metrlik xona. Bunisi kattaroq xona ekan. Hop, 4-xonamiz. Hoppa, hammom ham bor ekan. Aziz obunachilar, to'g'risi gap, mana hozir sizlar bilan tepa-teng ko'rib turyapman. Bu xonamiz ham tayyor. Gilamini solib yashaymiz. Hammomga keladigan bo'lsak, aziz obunachilar, hammom tayyor.
hovlisi juda chiroyli. Portichkasi. Tayyor holatda. Xo'p, suv tepadan tushyapti. Kelaverasizlar. Bu xonamiz ham, bu xonamiz 4,5 xona kengligi. Bu tomon 5,5 ekan. Shu bola bilan savdolashaverasizlar bemalol. Suv qurib qolibdi shekilli, hammomdan ham jildirab chiqibdi. Xo'p, aziz obunachilar, hozir 1 2 3 4 5-xonamizga ketyapmiz. Hoppa, bu xonamizda hammom bor ekan. Tayyor uy qidirib yurganligi, mana tayyor, hech qanaqa ishi yo'q. Kelasiz, yashayverasiz xohlasa. To'y qilaman deganligi ham juda yaxshi variant. Uy olib to'y qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga. Hozir bir narsa ko'rsataman. Yangi uyga qaldiroqchi uy quryapti. Hatto shuni ham buzishmaganda. Mana. Sharoit qilib berishibdi. Mana shu joyga bitta like bosib ketinglar obunachilar. Xo'p, bu xonamizga keladigan bo'lsak, xo'p, 4,5. Bunisi ham 4,5 bo'lsa kerak. Arstolni o'rnagan tayyor. Qator. Xo'p. Remont ham kerak yo'q. Tayyor holatda. Hop, shu 6 ta xona bo'ladimi şu anda? Aziz obunachilar, hop. 6 ta xona, 2 ta hammom, oxirida katolnikka joy ham tashlab ketilgan. Tualet hisobida foydalansa ham bo'ladi. Общий 6 ta xona, 2 ta hammom, bitta katol, bitta tualet. Aziz obunachilar, shunaqa gaplar. Bu joyini ko'rsatamiz. Motor shu yerdami? Motor shu yerda. Juda chiroyli. Yopmay turchi. Xo'p, motorga ham joy qilib ketilgan. Qishda muzlab qoldi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Fasatimiz ham tayyor. Aziz obunachilar, yo'l bo'yida taxminan hop 6 ta uchastka ichkarida 120 metr. Necha? Ha, 300 metr ekan obunachilar. 6 ta uchastka o'shanda 30 metrdan tushgan 180 metr bo'ladi. Bilmadim, taxminan 10 ta uchastka ekan. Aziz obunachilar, yo'l bo'yidan 300 metr ichkarida ekan.
rost gapirgan yaxshi. Ertaga yo'l bo'yidan 200 metr yoki 100 metr ichkarida deb turib kelib ko'rganingizdan keyin 300 metr ekan-ku degan gap bo'lmaydi. Mana shu uy. Aziz obunachilar, 30 metrga imorat qurilgan. 30 metr ichida hop 6 ta xonamiz bor, 2 ta hammomi bor. Bitta burchakda tualetga kattaroq qilib joy tashalgan. Shtobi kotelma o'rnatsangiz bo'ladi. Aziz obunachilar, bu hovlimizning narxini 50 ming dollar deb aytilyapti. Konkostini shu oshnam bilan gaplashib, kelishib olaverasizlar. 50 ming dollardan tushib beradi. Bo'lish emas. Qanchadir kelishib, savdolashib olaverasizlar. Nomerlarini video ostiga qo'yib qo'yaman. Xudo xolasa telefon qilsangiz kelishtirib beriladi. Xo'p. Adresimiz Namangan shahar, Bunyodkor mahallasi. Nechinchi bahor ko'cha bu? 3-bahor ko'chasida ekan. Lekin yaxshi joyda joylashgan, unaqa. Juda uzoq emas, boshqasi emas. Qo'ni qo'shnilar yashab turgan, hamma uyda qo'shnilari bor. Tayyor joy.